Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Navbatdagi bemorimiz Tojikiston Respublikasidan bundan ro'para 8 kun oldin burun to'siq qiyshayishi va burunni yaxshi nafas ola olmaslik shikoyat bilan keluvdi. Tekshirib ko'rganimizda burun to'siq keskin chapga qiyshagani aniqlandi va endoskopik septoplastika jarrohlik amaliyoti bajarildi. Demak, bu hozir keldi, splint olib tashladik. Splint burun to'sig'i to'g'ri bo'ldi va burundan nafas olishi juda ham yaxshi bo'ldi. Parviz, как прошло операция и послеоперационное течение, как у тебя? Нормально, да? Нормально было, но только я не смог носом дышать. Потому что у тебя стоит этот спринт был. Из-за этого. Сейчас как? Нормально дышишь, да? Да, хорошо очень. Очень хорошо, да? А боль? Боли нет. Боль не было, да? Нет. Отлично. Bemorimiz 14 yosh. Biz burun to'sig'ini odatda 16-17 yoshdan keyin burun to'sig'ini to'g'rilaymiz. Bu bolamizda burun to'sig'i keskin qiyshagani uchun septoplastika operatsiyasini bajarishga majbur bo'ldik. Ya'ni umuman nafas olishga qiynalgani uchun to'g'riladik va o'sha kinder septoplastika deydi, ya'ni yosh bolaga qilinadigan septoplastik jarrohlik amaliyotini bajardik. Inshaalloh endi bemorimiz burundan yaxshi nafas oladi va bosh og'riqdan xalos bo'ldi. До операции у него были проблемы с носом, он плохо дышал, ночами храпел, а вот после операции все это пропало. Сейчас он себя очень хорошо чувствует, никаких жалоб нету. Спасибо вам большое. Мы очень рады, что именно попали к вам, и операция здесь прошла. Очень спасибо большое. Спасибо вам тоже. Успехи. Спасибо.